بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mübarek kechalarda Allohning baytiga uzoq yaqindan xulus niyat bilan qadam bosdik. Alloh bosgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Qilayotgan ibodatlarimizni, xatmi Qur'onlarimizni, tutgan ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Marhamat nazari bilan qarab, bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi yolg'on va firibgarlik og'ir gunoh deb nomlangan. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'radilar: Mo'min baxil bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'rqoq bo'ladimi? Bo'ladi. Yolg'onchi bo'ladimi? Bo'lmaydi dedilar. Iymon bor joyda yolg'onga o'rin yo'q. Yolg'on kelgan joyda iymonga joy yo'q. Yolg'on insonni iymondan judo qiladigan illat. Mo'min odamga yolg'onchilik mutlaqo mumkin emas. Mo'min odam yolg'onchilik qilmaydi. Firibgarlik nima? Firibgarlik ham shu yolg'onchilik bir ko'rinishi. Boshdan oxirigacha turgan bitgani yolg'onchilik. Turgan bitgani aldov. Bugungi kunda texnika asrida qancha rivojlangan bo'lsa hayot, firibgarlikning yo'llari ham shuncha rivojlanib ketdi. Uyda o'tirgan joyda sizni banka kartangizdan pulingizni bemalol yechib oladi. U firibgar. Uyda o'tirgan joyida sizning nomingizga kredit olib ketaveradi pulni. Kreditni siz to'laysiz. Bunaqa firibgarlik bugungi kunda juda avj oldi. Hech narsadan bu bechoralar tap tortmaydi. Hech narsadan qo'rqmaydi. Birovning haqqidan hazar qilish yo'q. Sababi nima? Asosiy sababi oxiratga ishonch yo'q. Hisob kitobga tortilish kuniga ishonch yo'q. Oxiratga inson ishonmagandan keyin har maqomga yo'rg'alayveradi. Uning qo'lidan hamma narsa keladi. Oxiratga ishonmaydigan odam eng vahshiy mavjudotga aylanadi. Islomda insonning joni, moli, obro'si himoya qilingan. Birovning jonini to'kish, qonini to'kish harom. Qaytarilgan. Birovning molini nohaq tortib olish harom. Birovning obro'sini to'kish harom. Bu uchta narsani muhofazasi qilingan. Undan qiyomatda so'ranamiz. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Alloh taolo dedi: o'rtalaringizda mollaringizni botil yo'l bilan yemang. Botil yo'l qaysi yo'l? Botil yo'l nohaqli yo'l. Mollaringizni nohaq yo'l bilan yemang. Birovning haqqini nohaq olmang. Birovning molini nohaq olmang. Birovning moliga tajovuz qilmang. O'g'irlik qilmang, firibgarlik qilmang, aldov qilmang.
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها رواه البخاري. Salama Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zavjay mutahharalaridan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom eshiklarning orqasida bir husumatni eshitdilar. Odamlarning tortishuvini eshitdilar. Ularning oldilariga chiqdilar. Dedilar: "Men ham basharman. Men ham insonman. Mening oldimga tortishadiganlar keladi. Balki ba'zisiga qaraganda so'zga chechanroqdir. Uning so'ziga e'timod qilib, uning so'ziga ishonib, unga haqni sobit qilaman. Bir musulmonning haqqini olib bersam, unga go'yoki do'zax olovidan bir parcha olib bergan bo'laman. U olovni yo olsin yoki tashlasin." Imom Buxoriyning rivoyatlari. Oldimga tortishadiganlar keladi. Ularni so'zlarini eshitaman. Ba'zilari so'zga juda usta bo'ladi. Hozirgi zamonda ham duch kelamiz bunaqalarga. O'zini aldamchiligini bilib turibdi. Lekin shunaqa ishontiradi, shayton ham dars oladi undan. Shunaqa ishontiradi. Ana shu so'zi o'zi nohaq bo'lib, chechanligi uchun yutib ketishi mumkin. Tortishuvda. Men ham insonman dedilar. U o'zini so'zamonligi bilan o'ziga ishontirib, u yutib ketishi mumkin. Bilib turib ana shunday yutsa, u do'zaxning olovidan bir parcha oldi. Xursand bo'lmasin. Chiqib olib bopladimi deb ketadi yana. Sho'ring qurg'ur boplading. Do'zaxning olovidan bir parcha olding. Shunaqalarim bor. Chunki ikkita tortishib kelgan insonni bittasi nohaq bo'lishi aniq. Ayniqsa o'sha ichidagi nohaqi o'zini nohaqligini bilib turib gapiradi. Bu dahshatda. Ana shu holatni aytyaptilar. Uning ahvoli shu darajada og'irki, do'zaxdan bir parcha olovga haqli bo'ldi. Olgan narsasi shu bo'ldi. Unga banda xursand bo'ladimi? Xursand bo'lmasin. Oxir ahvoli shu. Sho'ri quridi bandan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Kim
odamlarning molini olsa, qarz oladimi yo bir sababdan rozi rizo qilib oldi. Niyati o'sha molni qaytarish. Qarz olib, niyati o'sha molni qaytarish. Uning qarzini Alloh taolo o'zi ado qiladi dedilar. Ya'ni u qarzini uzishlikda Alloh taolo o'zi yordam beradi unga. Niyati to'g'riligi uchun. Kim birovning molini olsa, maqsadi uni itlof qilish, maqsadi u molga talofat yetkazish, maqsadi u molni qaytarmaslik, Alloh taolo unga talofat yetkazadi dedilar. U ham maqsadiga erishadi. Demak, birovdan qarz olayotgan odam niyatini to'g'ri qilsa, albatta qaytaraman uni. Bu omonat. Bu birovning haqqi bu. Agar unga boshidan niyat qilib, buni bir boplayman, oboptimandan desa, uzoqqa bormay talofat yetadi unga. Uni bir ikki bo'lmaydi. U baribir ko'karmaydi. Bir joydan teshib chiqadi. Bu suhbatimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, oldi berdi masalalarda sherikchiligimi, qarz oldi berdi masalalarimi, birovning molini haq yo'l bilan olish yoki nohaq yo'l bilan olish masalalarimi? Bunda mo'min musulmon odam juda ehtiyot bo'ladi. Birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Birovning haqqiga xiyonat qilishni niyat ham qilmaydi. Ko'ngliga ham kelmaydi. Unday holat birovning haqqiga xiyonat, firibgarlik, aldov mo'min musulmonning ishi emas. Bugun juda ko'payib ketgan. Hech narsadan qo'rqmaydilar. Bir so'mning qiyomatda hisobi bor. U hisobdan hech kim qochib qutula olmaydi. Hech kim. U paytdagi hisob kitob juda og'ir kechadi. Azobi juda alamli kechadi. Chidolmaymiz unga. Chidolmaymiz. Alloh asrasin. Harom luqma. Bir luqma haromdan tomog'idan o'tib ketsa 40 kun duosi qabul bo'lmaydi. 40 kun u bandaning Alloh bilan aloqasi uzildi degan. Sho'ri quridi degan bir luqma haromga. Bir sahobiy, ey Allohning rasuli, duo qiling, meni duolarim ham ijobat bo'lsa dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom atib tu'matak tustajab da'vatuk dedilar. Yegan luqmangni pokla, duoing ijobat bo'ladi dedilar. Musulmon odam luqmasiga juda ehtiyot bo'ladi. U luqmani halol yo'l bilan topadi. Halol luqma yeydi. Harom yo'l bilan topib qo'y go'shti yesa ham halol bo'lmaydi. Chunki o'zi topishi asli buzuq bo'lgan. Bu masalaga juda ehtiyot bo'lish kerak. Hatto mo'min musulmon banda nafaqat ochiq harom, balki shubhadan qochadi. Shubhali narsani yemaydi. Imom Azam rahmatullohi alayh zamonlarida qo'y o'g'irlandi. Shunda bir cho'ponning oldiga bordilar. Qo'y necha yil yashaydi deb so'radilar. Cho'pon juda yashasa 7 yil yashaydi dedi. 7 yil qo'y go'shti yemagan ekanlar.
o'sha o'g'irlangan qo'ydan luqma tushib qolmasin qozonimga deb. Shu darajada o'zlarini ehtiyot qilgan ekanlar. Luqma masalasi og'ir masala. Bola chaqamizdan shikoyat qilamiz. Aytganda qilmaydi, bejag'im bo'ldi. Xudo panoh bersin. Har xil shikoyatlar. Asosiy sababi luqma. Asosiy sababi luqma. Qaysi yo'l bilan topib nima yedirdik? Bu tashvishga aylanishi kerak. Farzandlarimizga ko'tarib boramiz. Topgan rizqimizni. Uni taftishini qilmaslik mumkin emas. Nima yedirib ichiryapmiz? Har bitta luqma bir kun javobini aytadi. Undan qochib qutula olmaymiz. Alloh asrasin. Alloh asrasin. Yomonlarga insof bersin. Bizga ogohlik bersin. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ir tutma. Firibgarlarning firibiga uchib qolish kerak emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Har xil yo'llar bilan kelyapti. Pulingizni ko'paytirib beraman deydi. Ko'paymasin o'sha pul. Ko'paymasin. Unga uchmang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor bilganlarimiz, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf ayla. Allohumma arzuqna ilman nafi'an va lisanan zakiran va qalban khashi'an va amalan mutaqabbala. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.